Armiyaga ketyapsizmi? Ha. Mani uydagilar Abduqodir Husanovga bermoqchilar. Kim edi u? Toshkent City'ga o'tibdilar-ku. Manchester City'da qara. O'sha futbolchida. Ha, u kep sangullanar, boshqa odam qurib qopdimi? Nima, eshik qisganmi? Sani eshik emas, darvoza qisgan u. Qarab tur, men armiyaga borib, o'sha Abduqodir Husanovdan ham zo'r bo'lib kelaman. Sen hali afsuslansan, qarab tur. Oğlum, şu armiyana borma. TikTok'ta batıl qilib, mavjum o'ynab yuraverdi. U yoqda issiq ovqatingdan kim xabar oladi? Men boraman. Borib erkak bo'lib kelaman. He, menga qara. Bobang kelgan, qani ruxsat berarmikan, ey? Bu Abduqodirni olayotgan pul o'zimiz so'mda qancha bo'ladi? Shu fit million so'm bo'ladi otam. Voy bobojon. Birovni pulni hisoblab o'tirishdan boshqa tema yo'qmi? Hozir butun dunyoda shu tema bo'lyapti-da, bolam. Nima mo'ltallab o'tiribsizlar? Ota, nevarangiz armiyaga ketaman deb javob Armiya? Ha. Yig'ishtir armiyangni, bo'lmaydi. Mana men 4 yil soyuz payti Sibirda xizmat qildim. Yirtiq sapog'da kartoshka tozalab polatib urib o'tib ketdi. Bekorga dembillar urib tishimni sindirdi. Bundan ko'ra balog'ermi bo'lsang bo'lmaydimi? Blonger. Shudan televizorlarda ko'ramiz, Davron to'g'ri shularniki mazza qilib yashayapti. Ana. Nima desanglar deylar. Men baribir boraman bobojon.